Xo'sh, assalomu alaykum o'rtoqlar. Works'da 3 ishtirokchilari agar Works'da 3 bo'lsa hali. Chunki qarayapsizlar, o'zi odamlar mana bunchalik reklama ham qilmayapman, o'zi ko'nglim ham qoldida man. Odamlarni orqasidan chopib, pulni berasanmi yo'qmi deb, shuning uchun men bunaqa birinchi work, ikkinchi workda video qilib ham nima qilmayapman. Shuning uchun gap bunaqa o'rtoqlar. Maqsad 10 ta odamni yig'ib sudga berishida. Ko'ryapsizlar, 10 ta odam yo'q, hozir bor yo'g'i 3 tami 4 ta bo'lyapti. To'g'rimi? Ko'pi bilan 5 ta bo'lishi mumkin. Shuning uchun advokatga 1,5 ming dollardan bu nevigidni. O'zi bitta odamni sudga bersa alohida 5 ming, 6 ming bilan beradi-da. Biza 10 ta odamni masalan yig'ib 15 ming qilib berayotgandim. Shuning uchun agar masalan 3 tami 4 ta odam qolgan, men bu yerda bor. Shu odamlar agar 2 mingdan rozi bo'lsa berishga sudni boshlaymiz. U 10 ta qilib o'tirmaymiz. Shu o'zimizmi o'zimiz dang 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 uramiz, ketdi shu bilan. Shuning uchun fikrlaringizni ayting. Menimcha 2 ta odam bo'lsa ham qilmasa kerak, lekin kamida 3 ta odam bo'lsa qilsa kerak deb o'ylayman. Mana shu.